Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Sizlar Ramazon. Bugungi mavzumiz sun'iy intellekt tushunchasi va rivojlanish tarixi. Bugungi mavzu bo'yicha rejamiz AI nima? Kuchli va kuchsiz AI. AI evolyutsiyasi bosqichlari haqida gaplashamiz. AI nima? Sun'iy intellekt. Bu kompyuter tizimlari va dasturlarga inson aql zakovati bilan bog'liq bo'lgan fikrlash, o'rganish, tahlil qilish va qaror qabul qilish kabi jarayonlarni bajarish imkon beruvchi zamonaviy axborot texnologiyasidir. Sun'iy intellektning asosiy maqsadi mashinalarni inson intellektual faoliyatiga yaqin darajada ishlashini ta'minlashdir. Ikkinchi rejamiz kuchli va kuchsiz AI. Kuchsiz sun'iy intellekt bu faqat ma'lum bir vazifani bajarish uchun yaratilgan tizimdir. U oldindan belgilangan doirada ishlaydi va inson kabi mustaqil fikrlash qobiliyatiga ega emas. Bunday tizimlar berilgan ma'lumotlar asosida ishlaydi hamda o'z vazifasidan tashqariga chiqa olmaydi. Bunga misol qilib ChatGPT, YouTube misol qilishimiz mumkin. Savol bersak, savollarga faqat javob beradi. Kuchli sun'iy intellekt bu inson kabi mustaqil fikrlash, mantiqiy xulosa chiqarish, yangi vazifalarga moslashish va turli sohalarda erkin faoliyat yuritish qobiliyatiga ega bo'lishi nazarda tutiladi. Bunda intellekt inson ongini yaqin darajada ishlashi kerak. O'zi o'rganadi, mustaqil qaror qabul qiladi va turli sohalarda birdek faoliyat yurita oladi. Kuchsiz sun'iy intellekt aniq bir vazifani bajaradi. Kuchli sun'iy intellekt inson kabi umumiy fikrlash qobiliyatiga ega bo'lishi kerak. Uchinchi rejamiz AI evolyutsiyasi bosqichlari. AI evolyutsiyasining birinchi bosqichi boshlang'ich g'oya davri 1950-1960 yillarda o'z ichiga oladi. Bu davrda AI tushunchasi ilk bor ilmiy soha sifatida shakllandi. Shu davrda kompyuterlar oddiy mantiqiy masalalarni yecha boshladi. AIning ikkinchi davri ekspert tizimlar davri 1970-1980 yillarga to'g'ri keladi. Bu bosqichda kompyuter mutaxassis bilimlarini yakunlab, u ma'lum sohada maslahat bera oladigan tizimga aylantirildi. Masalan, tibbiyot yoki muhandislik sohasida tavsiya beruvchi dastur yaratildi. Uchinchi bosqichimiz mashinalarni o'rganish va rivojlanish 1990-yil 2000-yillar o'z ichiga oladi. Kompyuterlar endi faqat dasturlar, qoidalar bilan emas, balki ma'lumotlarni o'rganish orqali ishlay boshladi. 1997-yilda IBM tomonidan yaratilgan Deep Blue shaxmat dasturi jahon chempionatini mag'lub etdi. Bu AI rivojlanishida muhim burilish bo'ldi. To'rtinchi bosqichi chuqur o'rganish va katta ma'lumotlar davri 2010-yildan hozirgacha davom etmoqda. Internet va katta ma'lumotlar Big Data paydo bo'lishi bilan AI yanada kuchaydi. Ovozni tanish, rasmni aniqlash, avtomatik tarjima, chatbotlar keng tarqaldi. Masalan, OpenAIning tomonidan yaratilgan ChatGPT matn bilan ishlash imkoniyatini yuqori darajaga olib chiqdi. Kundalik hayotda sun'iy intellekt. Lerem Epsonning matnini misol qilib olsa bo'ladi. Og'riqni yo'qotish va zavq olish uchun ishlash vaqtida yuzaga keladigan vaziyatlar mavjud. Eng kichik yordamchi ham murojaat qilinsa, odamlar ishini bajarishda, mehnat qilishda va undan o'z foydasini olishda, shuningdek kimdir boshqa ishlar qatnashib, ishning to'liq natijasiga erisha oladi. Sevimli mavzu bo'yicha ishlash va e'tibor berish, mehnat va azob bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Eng kichik yordam ham nihoyatda katta o'rin tutadi. Harakat qilgan odamning foydasi bo'ladi. Shu orqali ish va natijadagi bog'liqlik yanada kuchayadi.
Xulosa qilib aytganda, og'ir mehnat va azob bilan ishlash jarayonida yuzaga keladigan vaziyatlar mavjud. Eng kichik yordam uchun ham inson harakat qiladi va natijani o'z foydasini oladi. Shu bilan birga kimdir boshqa ishlarda qatnashadi va ishning natijasi uning qulaylik va foyda keltiradi. Hozirgi kunda sun'iy intellekt bu insonning eng katta yordamchisiga aylandi. Bugungi dars yuzasidan savollar. Birinchi savol: sun'iy intellekt nima? Ikkinchi savolimiz: ayiq qaysi asosiy texnologiyalar tayinlanadi? Uchinchi savolimiz: kuchsiz AI nima? To'rtinchi savolimiz: kuchli AI nimasi bilan farq qiladi? Beshinchi savolimiz: AI rivojlanishining dastlabki bosqichlari qanday tizimlarga asoslangan edi? Oltinchi savolimiz: hozirgi AI bosqichi qaysi texnologiyalarga asoslangandir? Shu savollarga javob yozasizlar. Bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.